qaranglar, turk qaynonam yaproq sarmasini qanday o'rash o'rgatyapti. Uzumdan qilinadi. O'zimizda ham dolma bor-ku. O'sha O'zbekistondan olib kelgandim. Hozir telefondan qarab, qaynonam qishlog'iga ketganda bitta solasiz. Ozginacha. Ikki tarafini qatlaysiz. Salafanni shunaqa ustiga yopib, bitta pichoq orqasi bilan shunday qilgan vaqtingiz ko'rdingizmi? Qanday? Ham qattiq chiqadi. Pishishi ham zo'r pishadi, yoyilib ketmaydi. Salafanni ustiga bittagina uzum yaprog'ini qo'ying. Ozgina shundan qo'ying. Ozgina. Bular kam-kam qo'yib, o'zi guruch ishadi, xunuk bo'lib qoladi. Bular Turkiyada bilasiz. Qarang, pichoq bilan shunday qilgan vaqtingiz ko'rdingizmi? Qanday chiqyapti? Turkiyaga ishlashga kelgan vaqtingiz bilmayman deb yurmang. O'shani ham o'rganib olib, baribir kerak bo'ladi. Bular haftada 2 marta qildirasiz ovqatni. Ichiga ham qo'yasiz ozgina, lekin qiymali qilmang. Qiymali go'shtli yemaydi bular. Ikki tarafini bog'laysiz. Pichoq bilan bitta shunday qilgan vaqtingiz qarang. Qanday kichkinagina bo'lib chiqyapti, ko'rdingizmi? Toshday ochilib ham ketmaydi-da.